Ko'pchiliginglar mana shiringa tortadi, ayniqsa kechqurun deb yozibsizlar. Sizlarga ikkita loyiha aytaman. Shuni qilinglar, men javob beraman, shiringa tortmay qo'yadi. Birinchidan, shiringa tortayotgan paytda organizm ko'pincha o'zi uglevodga emas, oqsilga o'ch bo'ladi. Shiringa tortdimiz, значит, siz o'tirib yeyishingiz kerak. Faqat shirin emas, oqsil yeyishingiz kerak. Oqsilga boy mahsulot. Ertalabdan shiringa tortyaptim, ertalabdan oqsilga boy mahsulot yeying. Obeddan keyin tortyaptimi? Даже перекус shaklida ham oqsilga boy mana bu til ruletidan ikkita, bitta yoki nimadir go'shtli narsa iste'mol qiling. Yoki brinza, shunga o'xshagan narsa. Oqsil srazu kamaytiradi shiringa tortish, birinchisi. Ikkinchisi bu kletchatka, salatlar. Salatlar juda shirinlikka tortish hissiga yordam beradi ham. Shirinni juda yegiz kelib turganda salat yeb turib keyin ikki bo'lak shirin yesangiz, organizmingiz почти shirinni sezmaydi.